Assalomu alaykum xudoyim bandalar. Bugun 05.05.25 ertalabda Qashqadaryoga qarab Afrosiyobda yo'lga chiqdim. Bugun katta to'yim bor. Faqat bir o'zimman, lekin imkon qadar chiroyli kunni bugungi safarda sizlarga mana shu yerda baham ko'rmoqchiman. Albatta bu videoga like bosishingizdan chiqarmaysizlar deb umid qilaman, chunki bu videolarni albatta men siz uchun tayyorlayman har doim. Xudo xolasa ertaga Riski Toshkentga qaytib Andijonga qarab yo'lga chiqib ketaman. Chunki Andijonda 7-da qiziqchilar konkursi bor. Shu konkursda qatnashaman, duo qilasizlar. 9-da bo'lsa shu konkursda festival tariqasida yopilish marosimi bo'ladi. Imkon qadar eng oliy o'rinlarni olishga harakat qilaman. Duo qo'ysanglar bo'ldi. U Andijonga ham safar alohida bitta video qilamiz, xudo xolasa. Andijonliklar bormi? O'zimizning Qashqadaryoliklar ham bormi? Bo'lsa shuni kommentariyaga yozinglar. Imkon qadar sizlarni bugungi video bilan xursand qilishga harakat qilaman. Qarshiga ham kelib oldik. Quyosh butun dunyo bo'yicha qarshiga tikka tushadi. Issiq, ertalabdan issiq. Lekin xalqi zo'r. Zavtrikka ham, obedga ham, polga, ujunga ham go'sht yeydigan xalq Qashqadaryoga bor. Plus men keldim. Xudoyim bandalar, Qarshi shahriga ham kelib oldik. Meni to'yga chaqirgan, to'yga olib kelgan mana shu yigit bo'ladi, Ibrohimbek. Qarshini zo'r bolasi. Zo'r bola. Qarshi shahriga birinchi qo'l bitovoy texnikalar olib kiradi. Yuradigan mashinalardan ham bilsangiz bo'ladi. Shunaqa u. Ancha yillik tanishimiz. Karantin davridan beri. Shaxsan mana bu to'yxona ham uniki. Ana. Turon. Yaxshi kunlarda ko'p xizmatda bo'lganman. Mana yaxshi kunlarda ko'p xizmatda bo'lgan. Shunaqa edi. Oshna og'aynilar ko'p bo'lgani yaxshi. Toshkentda ham ko'p Qashqadaryoda oshna og'aynilar. Shunday. Ibrohim meni tikka kuyovnavkar bo'layotgan joyga kelinni xonadoniga olib keldi. Soat 10:30. Kuyovnavkar avjida. Ana kuyov bola, polvon. Hali bo'yi 2 metr, yarim 1 metrdan ko'radi. Qashqadaryocha osh bu. Kuyovnavkarni ham ko'rish nasib bo'ldi. Xonadonlarimiz fayzli bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin, o'zidan ko'paysin. Mana shu yerga kurashib turganlar ham nima orzu havasda yurgan bo'lsa, niyatlari yetsin. Xonadon sohibi xotirlariga omad tilab, chiroyli dasturxon yozgani uchun, qilingan hurmat insonlar uchun Alloh ularni hurmat qilsin. Yurtimiz tinch, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Rabbana otina fid dunya hasanatan qina azobidan rahmat qil. Sog' bo'linglar. Allohu akbar. Kuyov bolam biroz bo'yini ko'ringlar. Aytdim 2 metr. Ana o'g'aylarning fonida. Ibrohim bu fonida ko'ringlar. Ibrohim bu voy ana. Ana qara. Bu yetgan joyda o'tmadingiz, yerda turasiz. Tabriklayman, assalomu alaykum. Mana meni ham fonimda qarang, bo'yi ana bo'lasan. Baxtli bo'ling. Endi nima bo'ladi urf odat bo'yicha? Urf odat bo'ladi sizlarga. Nima masalan? Qanaqa urf odat bo'ladi? Asali ish. Bola. Asali. Shirin shakar, bir bola tuxum qo'yadi, uyda. Tuxum qo'yib qo'yadi. Qo'rtiq tayyor qo'yadi. Qo'rtiqda tayyorgan. Shunaqa narsalar bormi? Real? Bor. Oho. Biz o'zi oshxo'rlik qilib o'tiramiz. Hamidan kech kelib. Biroz ana poyez kechga qoldi, aytdim shu ertalab borsin dedim. Shofirga telefon qildim. Shofir uxlab qolibdi-da. Yo'lda radar ko'p ekan Afrosi. Yo'q. O'sha tushib qolmaydi. Oldik. Kecha xudodan Mustafa
Arbat degan 3 yulduzli mehmonxonaga joylashib oldim. Endi men kelgandan keyin bu gostinitsa 4 yulduzli bo'ldi. Xullas xizmatgacha dam olishim kerak. Chunki kechasi uxlamaganman. Undan tashqari yo'l yurib keldim. Endi uxlamaganimning sababi birinchidan men juda o'ta ketgan, uchiga chiqqan, va shu chidab bo'lmaydigan darajada punktualniy odamman. Ma'lum bir joyga borish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu vaqt soatida boraman. Bu narsani meni yaqindan tanigan, bilgan, men bilan bitta sferada ishlagan insonlar buni yaxshi tushunadi meni. Haqiqatda buni tasdiqlashligi mumkin. Meni qay darajada punktualligimni. Undan tashqari ertalab soat 6:30da poyezd yuradi. 6da vokzalda bo'lish kerak. O'zi kecha soat 2dan o'tganda uyga kirganman. Shu bilan uxlamasdan, mayli endi hozir uxlasam uxlab qolmay deb umuman uxlamagan. Shuning uchun ozgina dam olaman. Keyin xizmatdan keyin yana Toshkentga qaytib, reyski Andijonga qarab yo'l yurish kerak. Duo qilib qo'yasizlar. Men ozgina dam olgunimgacha siz bo'lsa like ko'paytirib tashlang. Videoning ikkinchi qismi endi boshlanadi. Assalomu alaykum xudoyim bandalari. Eslatib o'taman, kamina ulg'ay qolmaydi. Bugun 05:05:25 da Qashqadaryo, Qarshi shahriga tashrif buyurganman. Chiroyli to'yda xizmatdamiz, xudo xolasa. Mazza qilib dam oldim. Lekin baribir bir narsani o'ylab qolaman deb, musofirchilik qiyin, ha. To'g'ri, men O'zbekistondaman. Lekin baribir qisman musofirga kiramiz. Qiyin baribir musofirga. O'z uying, o'lan to'shaging. Bu gap juda katta ma'no bor ekan deb baribir. Shuning uchun shu videoni ko'rayotgan musofirdagi do'stlarimiz bo'lsa, sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. O'zinglarni ehtiyotlarga charchamaydi. Endi kayfiyatni ko'taramiz. Bilasizmi, bu tomonlarda mendagi kasb egalarini, ya'ni boshlovchi insonlarni rais deydi. Vohalarda rais deydi. Bir Toshkentdan o'zimizga o'xshagan boshlovchi yigit endi vohaga to'yga kelibdi. Kastim shunday kiyib olgan, sochlarini uklatkalar qilib olgan, mana bu yoqda mana bunaqa narsalar, mana bu yoqda toshlar, ana nima deydi, lakirovanniy tuflilar, oyog'ida pyatkalar, shunaqangi o'ziga oro berib qo'ygan, qo'lida planshet. O'tirganmish to'y boshlanishini kutib, shunda bir jaydari vohani odami kelib, shuna qarab, rais qayda? Senmi rais debdi. Yo'q, men rais emasman, men boshlovchiman. Desa haldagi. Bu pida rais qayerda demiş. Bu bo'lgan narsa. Bu bo'lgan narsa. Xullas mashina keldi, biz esa to'yxonaga ketdik. To'yxonaga yetib kelganman. 700 ta odamga joy qilishibdi. Nikoh to'y, ham to'y bolalar bor, sunnat bolalar. Niyat qilganlar, hammaga o'sha to'yda nasib etsin. Bitta like bosing. Hurmatli xonimlar va janoblar, bemalol dasturxonga tortilgan noz-ne'matlardan bahramand bo'lib, kelin bilan kuylarimizni haqqilariga, xonadon sohiblarining haqqilariga, o'zingizlarning qalbinglardagi chiroyli niyatlilarni
dil izhoringlardan tilab o'tasizlar degan umiddamiz. Bugun sizni xizmatingizda bir qancha elimiz ardog'idagi mehmon hamda mezbon san'atkorlarimiz mana shu koshonada siz uchun xizmatda bo'lishadi. Xususan bugungi shodiyonamizda davrasini olib borish vazifasi bizga, ya'ni kimyonimdagi go'zal hamkasbim, suxandonimiz Gavharxon hamda Kamina Kamtaran Ulug'bek Xolmedovga topshirilgan ekan. Biz o'zimizga berilgan vazifani astoydil har biringizdan ko'nglingizni olgan holatda mana shu shodiyonaning so'ngiga qadar xizmatingizda bo'lishga va'da beramiz. Xudoyimi bandalari, to'y yakunlandi. Endi men soat sahar 5 dan beri hikoyada yurganim uchun telefonimiz zaryadkasi o'chib qolgan. Juda ko'p qiziq voqealarni suratga ola olmadim. Bundan tashqari xabaringlar bor. Mobil operatorim yo'q edi, lekin to'y egalari meni xizmatimdan mamnun. Men bundan juda ham xursandman. Endi Sharq poyezdiga chiqib, kupeda Toshkentga qarab yuraman. Duo qilib turinglar, ilohim xurri o'tadigan odam uchramasin. Kupeda menga voy. Ana mana bu haqiqiy qarshim to'ylari boshlandi mana bu yerda. Yetti mana. Mana shu yaxshi kayfiyatda biz to'yimizni yakunladik, nima deysiz? Ana. Amin. Mana Toshkentdan Qarshiga kelib ovora qilgan mana shu bola bo'ladi. Xullas, yoshlar baxtli bo'lsin. Ertaga qolgan safarimiz Andijonda davom etadi. Videoga like bosishi, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.